yo'q joydan kelib, butun dunyoni egalladi. Dunyodagi eng ko'p yuklab olingan ilova. Sizni o'ziga tortib olish uchun 15 sekund kifoya. Vaqtni suvdek ichadigan, insonni o'ziga o'rgatib oladigan TikTok. Qimmatbaho vaqtingizni TikTokka necha martalab almashtirgansiz? Itni buyruqlarga o'rgatgandek, TikTok sizni yanada ham ko'p videolar ko'rishga o'rgatadi. Videolarni ketma-ket ko'raverib, qancha vaqt o'tib ketganini bilmay qolasiz. Xuddi odamlarni narkoman qilib qo'ygandek. TikTok bu narkotik. TikTokning bunday fenomeni nimada? Albatta algoritmda. TikTokning rekomendatsiyasida videolarni chiqarib berish algoritmi deyarli ideal darajada. Bu ilovaning aqlli algoritmi shunday ishlanganki, sizning like va izohingiz yordami bilan u cheksiz videolar lentasini yaratadi. Aslida algoritm siz haqingizda barcha mavjud bo'lgan ma'lumotni to'playdigan shafqatsiz narsadir. Bu algoritmni yaratgan odamlar daho. Ular insonning tanlov erkinligini umuman olib qo'yishgan. Algoritm xatoga yo'l qo'ymaydi. Oddiy qilib aytganda, algoritm sizning qiziqishingizga asoslanib, didingizga moslab zo'r videolar chiqarib beradi. Algoritm sizni xohishingizni sizdan-da yaxshi biladi. Bundan kelib chiqibdiki, ayrim odamlarni rekomendatsiyasida chiqadigan videolarni ko'rib, ular haqida ko'p narsa bilib olsa bo'ladi. Agar rekomendatsiyangiz saviyasi past, uyatsiz videolarga to'lgan bo'lsa, demak, katta ehtimol bilan miyangiz bo'qqa to'lgan. TikTokda qanaqa video ko'rishingizni aytsangiz, men sizni kim ekanligingizni aytaman. TikTok tashqi ta'sirga beriluvchan beixtiyor odamlar uchun mo'ljallangan. Ushbu ilova miyangizning dopamin tizimiga zarba berib, u kuch-quvvatingizni, irodangizni, rivojlanish xohishini olib qo'yadi. Yaxshi va yomon odatlarni shakllantiradigan harakatlar dopamin bilan bog'liq. Arzon dopamin ortidan quvish oqibatida miyangiz yanada ham ko'proq xushvaqtlik qilishga odatlanadi. TikTok dopamin manbasiga aylanganidan keyin chalg'uvchanlikka va uning ortidan diqqatni jamlash qobiliyatini yo'qotishga olib keladi. Miyangizni ishlatmaslikka o'rgatib qo'yasiz. Chunki arzon dopamin olish uchun qiyin harakat kerak emas. Qancha ko'p arzon dopamin olsangiz, shuncha ko'p miyangiz zaiflashadi. Arzon dopamin ilmog'iga tushib qolib, o'qish va bilim orttirishga kelganda, zerikkaningizdan ushbu foydali ishlar ertangi kunga qoldiriladi. Buning eng yomon tomoni, arzon dopaminga o'rganib qolgan odamlar o'z hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishga juda qiynaladi. TikTokning yana miyaga salbiy ta'sir beradigan omillardan biri undagi videolarning qisqaligi. Roliklar qisqa va yorqin bo'lgani uchun darhol e'tiboringizni o'ziga tortadi. Video rolikni o'tkazdingiz, emotsiya oldingiz, bo'ldi. Bu holat soatlab davom etishi mumkin. Daqiqadan keyingi daqiqagacha bo'lgan bog'liqlik umuman yo'q. Xotirangiz sustlashib ketganidan bundan oldin nechta videolar ko'rganingizni eslay olmaysiz. Qisqa videolar sizni murakkab narsalar haqida chuqur o'ylashga undamaydi. Axir uzun videolarni mazmunini tushunish uchun diqqat bilan tinglash kerak bo'ladi. Bu qisqa videolarga qaram bo'lgan miya uchun qiyin vazifa. Miyangizni turli xil, bir-biriga mos kelmaydigan axlat ma'lumotlarga to'ldirmoqdasiz. Qo'pol qilib aytganda, TikTokdagi videolar sizni to'poylashtiradi. Miyangizni sog'lom tutmoqchi bo'lsangiz, arzon dopamindan qutuling. Bundan qutulish qiyin, chunki TikTokdagi videolarni aksariyati ma'nosiz, mantiqsiz, ahmoqona qo'shiqqa, ahmoqona o'yinga tushganlar. Qani ma'no, qani maqsad? Maqsad oddiy. Trend degan poyezdga osilib olish. Bularning miyasida mashhur insonlarni ortidan qaytarsam, balki men ham mashhur bo'laman degan fikr bor. Bir maymun ikkinchi maymunni ortidan qaytaradi. Like, obuna, prosmotrlarning quli. Bu videolarda hech qanday original g'oya yo'q. Mayli u qolsin, original g'oyaga intilish ham yo'q. Trend asosida olingan videolar oqimi sifatli kontentni rekomendatsiyaga chiqarish ehtimolini juda ham pasaytirib yuboradi. Rekomendatsiyada haqiqatan ham videoga mehr berib mehnat qiladigan mualliflarni deyarli uchratmaymiz. Chunki ularning o'rnini jamiyatimizdagi har xil miyasidan ketgan insonlar egallab olgan. Betayinlar yig'indisi, yoshlar bularni ko'rib ongi buziladi degan gap noto'g'ri. Asli bu betayinlarni ongi buzilib bo'lgan odamlar ko'radi. Betayinlarning videolari ongi buzilib bo'lgan odamlarning hayoti voqealarga boy ekanligi haqidagi illyuziyani yaratadi. Bunaqalarni W'chilar avlodi deb atayman. Umumiy xulosaga keladigan bo'lsak, TikTok bu ma'no, mehnat va rivojlanishning dushmani. TikTok insonlarning zerikishidan daromad topib, odamlarning ibtidoiylashtirishdan foyda qilishi. TikTok sizni qimmatbaho bo'lgan e'tiboringizni o'g'irlaydi. E'tiboringizni tekinga beryapsiz. TikTok odamlarning e'tiborisiz hech narsa emas. Bu ilovani o'chirib tashlab mahsulot bo'lishini to'xtating. Oldimizda biz ilgari tasavvur qilmagan xavf paydo bo'ldi. Insonning qiyofasini, tabiatini hamda yuzini saqlab qolish kerak.
TikTok birinchi chiqqanida o'zim ham u yerdan soatlab chiqmasdim. Oldin ushbu ilovada sifatli videolar deyarli yo'q edi. Hozirga kelib ularning soni ko'paygan. Lekin algoritmni sifatli kontentga to'g'rilab olishingiz uchun bir tonna saviyasi past videolarni o'zingizdan o'tkazishingiz kerak. Endi TikTokka kirishimdan yagona maqsad o'zimni videolarim uchun g'oyalar qidiraman. Obuna bo'lgan mualliflarimning hammasi shaxsiy rivojlanishga taalluqli videolar chiqaradi. Ularning videolaridan bir mavzuni ko'rib olib, keyin internetda o'sha mavzuga taalluqli bo'lgan ma'lumotlarni chuqur o'rganib chiqaman. Algoritmni o'zimga moslab olganman, lekin moslab olganim bilan TikTokda ko'p qolib ketmayman. Shunday qilib, TikTokni o'zimni foydam uchun ishlataman. Xullas, TikTokni maqsadga erishish uchun faqat instrument sifatida ishlatsa bo'ladi, lekin dam olib, hordiq chiqarish uchun emas.